Uyg'ur yozuvchisi Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا nomli رومانى. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Turdi Hasan bu yuzini ishq qisib olgan adashqa gap tepib berolmaydigandek qiladi. Shunga gapning postkallasini o'qish niyatida tub-tuzla so'radi. Sizlar Chilanliqdagi yerni, uning egisi Oyozni nereden biladilar? So'radi Turdi Hasan Shervojining ishq yuzi tarafga qarab. Anlasam u yer ota bovisidan qolgan tavarruk yemish. Satamdı, satmamdı, onu nereden biladilar? Buningdan xotirlanmisizlar deyman. Telefonlarini ishlatib olsam bo'lamdi. Mening telefonimning to'qi qolmabdi ekan. Qani ishlatsinlar. Shervoji 11 xonalik sonning oldiga 0 ni qo'shib, telefonni uribla qarshi tarafni oldi. U turdi nozirni anglasin dedimu qandaq ustal telefonining bir knopkasini besib qo'yib edi, qarshi tarafning ovozi aniq anglandi. "Vay, Shervoji xo'jayinmi? Ha, men so'zlava, injiqlama." Chilanliqdagi heliqi 15 mo yerni yezi boshlig'i bilan kent oqsoqili so'zlashib, Oyozni ma'qul keltirdi. Bir mosi 2000 dan 30 ming so'm bo'ldi. Lekin 22 mingni yer egasiga berib, 8 mingni yezi boshlig'i bilan kent oqsoqili oladigan bo'ldi. Yer egalari sotmaymiz deb bak joylik qilyotdi devatatding-ku. Ota bovimizdan qolgan tavarruk yer deb bak ovar qilyapti deyman. Yezi boshlig'i bilan kent oqsoqili kech kunduzlab nasihat qildi. Oxiri Oyoz xotinga 2 eg'iz uy selib berish, oyliqiga 300 so'm maosh berib, dochining to'xtamliq ishchiligiga elish sharti ostida ma'qul bo'ldi. Endi pulni topshiramdik. Men nozir hazratlari bilan so'zlashdim. Topshirayvergin. Turdi Hasan Shervojining ko'zlariga tikilib qoldi, biroq hech nima deyolmadi. "Voy Shervojika, atlatin shahardan to'p turtish mashinasini ochqib, uy-poy, yig'il-peg'ilni tuzlab, qurilish qilishga loyiq qilib qo'yay deyman. Bizni saqla. Men tu nozir hazratlarini opirib, dochining xaritasini ko'rsatay. Muborak maslahatni anglab boqmamdi." Pah, pul tepishning rosa ipini biladigan qo'g'jalmikan-da bu. Putqolini bog'lab bo'lib, bog'lasam bo'lamdi degandakli ish qildi-ku bu qisiq yuz. Turdi Hasan Shervojining 2 million xajlab dochini ko'ngilliridek selib berman degan gapiga garchi ishonmagan bo'lsa-mu, har holda Shervojining o'z ko'nglidagini topganligiga xush bo'ldi. Agar 2 million xaj degan taqdirdami, hech hayron qolg'uchiligi yo'q edi. Chunki uningga beriladigan necha 100 millionlik qurilishdan necha 10 millionlik foyda bordi. Shervoji shu kunala Turdi Hasanni qo'ljiga elib mangmoqchi bo'lib, mashinasini akeldi. Nozir xushalligida xol ayni elib oldi. Texi xotiniga kelgusi dochining xonishi aqlga loyiq maslahat bermisi bo'lamdi deb hazilmi qildi. Ular ertasi soat 10 bilan Chilanliqqa yetib kelganda Oyozning uyi atrofiga kent dehqonlari dövilinib ketgan edi. Kimdir birining yig'ilgan ham varqirgan ovozi keldi. Shervoji Turdi Hasan xol ayla o'yliga qarabla cho'chib ketdi. 70 ga ulashgan oppoq chashliq bir mo'may o'yli o'ttirsida put ham g'ulashlarini kerib yer bag'ashlab yotadi. Uning yuzlari to'pa ham yoshdan bulg'unib loy bo'lib ketgan edi. Uning qishida chochlari chuvilgan Oysima tizlanganicha selib yig'lamoqda edi. Her ikkisining o'ttirsida o'ri turgan Oyoz yanglarida yeshini sürtib turadi. "Yurtdoshlarim, qarindoshlarim, bu 15 mo'yaning ota buvamdan qolgan yerlikini bilasizlar-ku?" Mo'may yuzlarini yerga suvmoqda edi. "Kooperatsiya vaqtida bir qatam tortib elishdi.
Keyin yangi podshoh kelib, yana qaytirib berdi. Mana endi katta boshliqqa lozim deb tortib olsanglar bo'lamdi. U boshliq podshohning buvisi-mikan? Qarab turgan dehqonlar g'o'dirashmoqda edi. Bu chaqda to'pning oldida hassiga taynib turgan 90 necha yoshlik buvay sarg'ayib ketgan oq soqolini tutamlagan holda yer quchoqlab yotgan mo'mayga madad berdi. Bag'ashla, Nurvonixon, bag'ashla. Sen bag'ashlamay kim bag'ashlasın? Yer sening, makon sening, zamin sening. Qancha bag'ashlasang yarishadi. Qancha bag'ashla. Jenim apa. Oysima buvayning kepi oxirlashmayla Nurbanim xonning ustiga o'zini tashladi. Dehqonning jeni yer emasmi? U jenidan ayrilsa o'lgini shu-ku. Apa, Oysima, sabr qilinglarchi. Oyoz ularga engishdi. O'rimchilik amaldorga to'xtamliq ishchi bo'lgandan keyin ochdan o'lib qolmasmiz. Yezi boshlig'i bu bir siyosat davosida qanday qilamiz? Xalay bu azobli ko'rinishdan chidamadi. U to'p arsiga kirib oldi. Bu chaqda dehqonlar ichida har xil g'ulg'uli bo'lib o'tdi. To'xtamliq ishchi degan hisobda bor hamdamda yo'q ish. Keyincha qo'g'ilvatsa, yeridan ayrilib qolgan Oyoz qandoqmi qilar? Shu emasmi, onasi yashnab qoldi. Oysima bo'lsa og'riqchan. Hey Oyoz, bichora Oyoz, ajabmi sho'r peshonidasan. Dehqonlarning gaplaridan yuragi ezilgan Xolay orqacha chekinib, kant oqsoqolining yengidan tortdi, ham uni xoli joyga ib ketdi. Ammo shu kuni kechda Urumchidan jiddiy telefon kelib, ular darhol qaytishdi. Bir xushalliqning bir qayg'usi bo'ladi deganmi tuzuk. Lekin begunoh uch dehqonning zar-zar yig'lab to'kkan ochiq ko'z yoshlari Xudoga yetgan cheg'i 11 yoshli Hamida choqliq kongi bilan mashina tegiga kirib ketib qazoga uchirgan edi. Shunda qilib kichik qizingiz Hamida o'lib ketibdi-da. Oyoz Eren daryo bo'ylariga o'ltirib ketayotgan oyga qarab eg'ir xursindi. Haqiqatan beshingizga baxmi eg'ir kunlar keldi. Ammo men 3 moy yer, 3 eg'iz uy sep berish degan bu ishning tegiga yetamay yuratdim. Mana endi oydin bo'ldi. Asli siz ekansizda. Lekin kant oqsoqoli hozirgacha bu to'g'riliq eg'iz oshmadi. Men uningga bu gap ikkimizning o'ttirsida bo'lindi. Agar biror pulga chiqib qolsa, bergan pulimga ichim og'irmaydi. Faqat silini menga tuhmat qildi deb so'litib yetaman. Chunki bu yerda ikkimizdan boshqa kishi yo'q deb qo'rqoq sog'andim. Oyazning yerini setishga mahliya bo'lib ketgan kant oqsoqolining birdan shafqatchiga o'zgarib, agar dochining xizmatchiligidan qoldirilsa 15 moy yerdan 3 moy yer ajratib 3 eg'iz uy silib berish degan shartda ching turib ol. Bu sen uchun yaxshi deyishi Oyoz uchun bir sir bo'lib qolgan edi. U tilxat bek muhim jumum, dedi Xolay jiddiy qiyofatda. Iloji bor uyda qo'ymang. Ishonchlik tuqqanlar saqlab bersin. Bo'ladi xonim. Gapingizning tegiga yetdim. Men bag'an seri Nozirning ko'ziga sig'may qelyapman. Oysima ketdi. Endi texmo sat ko'rinishim aniq. Oyoz, men sizga deydigan, demaydiganning hammasini dedim. Dedi Xolay eg'ir tinib. Og'zingizni pokiz tutarsiz. Nima deganingiz xonim? Men undaq nodonlardan emas. Oyazmu cho'nqir xursindi. Sizning tatgan xo'rliq azoblaringizni anglab, elimi hayot yuribdi deb o'ylab qoldim. U qanchalik azoblar bo'lsin? Xolay ochiq kulimsiradi. Tasavvur qilg'usiz azob
Turdi Hasan kon ishlar idorasining boshlig'i bo'lgandan keyin sharmandichiliklar. Nima? Turdi Nozir u mehmonxona, sauna monchilari, o'nlab huzurlantirish korxonalarida necha kunlab qo'nib qilishlarini demayli qo'yay. Oyning oxirgi nurida xol ayning g'azabli chiroyi ko'rindi. Atdiganliklari yuz bo'yinlarida, hatto ko'nglaklarida lavsiriq izlari bilan bo'yalgan holda uyga mas kirib keladi. Bo'ldilar, u ishlar esimga kelsa, yuragim siqilib og'riydi. Ay o'ltirib, o'rmonlar texmi qorong'ulikqa cho'mdi. Faqat bag'an seri erib yo'qolayotgan yulduzlarning nuri yo'ruq tumonga aylandi. Bu sahar jimjitligida Eron daryosining shavqini yaqinlayadan anglanganda qiladi. Nagan-naganda o't arsidagi chekatkilar uyquliq chirildab qo'ysa, qayerdido uvsida uyg'unib ketgan qirg'ovul qiy-qiy qilishi bilan xo'rizi qiy-qiy deb javob beradi. Eron daryo o'rmonliqidagi tong sahar qorong'uligi ro'shan bo'lmagan ovozlar bilan asta yo'rmoqda edi. Daryo bo'yining sahar shamolida teniga jug' ulashgan Xalqay Oyozni mahkam quchoqladi. Oyozmi uni kuchli bilaklari bilan kang ko'kraklariga bosdi. Xalqayning kechirmishlarini anglagan Oyoz xeyla yurakli bo'lib qolgan edi. Oyoz, qaytayli. Xeyli yaxshi bo'lib qolgandek turamsiz. Sizlar menga kulib qarasangiz, Xalqay hüppidi qizirib yerga qaradi. Sog'lom yoshliqimga qaytgandek bo'laman. Oyoz tasavvur qilg'usiz qayg'u alam, xo'rliqlar beshib kelgan Xalqayni mashinaga yo'lab chiqarib qo'ydi. To'g'liqning tugmalari uzilib, yaqinlari yirtilib, bu qo'rodan chiqib ketganiga bugun 4 kun bo'ldi. Dadisining bundaq yo'lsizlik qilganiga Xalqaymi o'tkadak 2 og'iz gap qilolmadi. Shunga tunigun opisi bilan Oyoz ag'zam to'rining dodisiga manganda Nayima ancha ochiq chiroy oshmadi. Biroq 4 kundan beri u yana vijdon azobida o'rtilib yig'lab yurdi. Mana bugun kechimu qo'sh yostiqqa yo'linib michildab yig'lash bilan tongni kutib oldi. Boyliqmi, kambag'allikmi o'xshashlar muhabbatning dushmani ekan degan xulosaga keldi. To'g'liqning buningdan keyin kelanmayman degan so'zi tunji yaxshi ko'rishning yoshirin maxfiy huzurini tetib qolgan bu qizni cho'nqur honga tashlab etgandek bilindi. Ammo sizni tunji ko'rgan kunim bir kecha oyga hamra bo'lib yig'ilganlarim siz uchun edi degan bu bir eg'iz so'z Nayimani qanchalik ruhlantirib, qandoq hayajonga selib etganligini bir Xudo biladi, bir o'zi. Qarang, bu romantik qizning ruhiy dunyosini. O'rimchida nini yigitlarni latqonchoq, kavaq qo'mush, oli chipar kepinak, o'zi bir g'irish, so'lati 10 g'irish degandek gaplar bilan ularni g'erib mo'yig'imi olmagan edi. Mana endilikda bir ko'murchi balaga maylining tushib qolganini ko'ring. Biroq ko'murchi bala boy amaldorning qiziga bog'lanib qolsam, umr bo'yi pisti kuchuklardek quyruq shipanglatib ayolimning quli bo'lib qolaman deb o'ylaganligi aniqla turmamdi. Azaldan zo'limiz mushundoq yaralgankanmiz. Shu turmushga ko'nakdan boshqa amalimiz yo'q. Degani, senmi shahardan esilzodi yigit top, men bo'lsam saraliq qizlarning xili degina dedi-de. Texi, yana ko'rishmasam azoblarim teximi cho'nqirlashidi, yurak yaralarim qonaydi. Bu xitoblardan Nayimani chin suydiganligi chiqib turmamdi. Biroq qo'rqdi. U turdi Nozirdan qo'rqimdi. Yo'q, u undaq odamlardek nechisiga tetig'uchiligi bor yigit. Biroq turdi Hasanning Nayimaning dadisi bo'lib qolganligidan ehtiyot qiladi. Bu yanala Nayimani suyganlik, hurmatlaganlik edi. Bo'lmasa uni heliqi kunila yer tishlatib qo'ymamdi. Voy ist, dadisi nima degan yuzsiz?
Ökdem hem töhmetxo'r. Qarab turib kömür setib jenini jon etiyotgan bir halol balani. Nimanda qilin nimisan? Paskana qilmagan mening qo'rayim qoldimi? deb kamsitib haqoratlasa. O'g'rimi, bulongchimi, buzuq ablaqmi deb töhmet qilsa. Bu odamiylik xislatmi? Yoki biz amaldorlar avam puhrani nima deb tillasak, kamsitsak yo'lliq bo'laverdi deb o'ylamdigandu. Agar boshqa odam shunday qilganida to'g'liq uning tumshiqini puchirib yetdi. Biroq turdi Hasan Naimaning dadisida. Naimada birdilla to'g'liq bilan ko'rishish istagi tug'ildi. Do'st bo'lib o'tishkimi unamagan bola ko'rishishga qo'shilarmi? Siz bo'lsangiz osmondagi cho'lpon yulduz, men bo'lsam yerdagi poqra qo'ng'izman degan so'zdan amalga oshmas his tuyg'ularning orqasidan qo'g'ilishib o'shiqcha avara bo'lmayli degan umidsizlik chiqib turmamdi. Hey is, rahmatlik Oysima bo'lgan bo'lsa, bundaq ishlarni epi-chepi bilan taraqdan qilib o'tgan bo'ladi. U degan oyog'i chaqqan, og'zi ittik, zehni o'tkir, zuvondor pamlik ayol edi. Agar u anglab qolsa, "Voy qaravoy, nimanga nima yetishmadi? To'nlikdan farishta tushsa, aki kelindek miziqaysana? Men sendek qora yuz, qaravatqu, qara botirni ko'rmagan bo'y. Izzatini bilmagan qormadak" deb tillab ketishi satrashning aynikidek aniqli edi. Naima Oysimani yod etib ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh to'kilgan bo'lsa-mu, lekin o'z xiyollaridan pusuqqina kulibdi. To'g'ri, u hayot bo'lgan bo'lsa, tarso'g'a bag'an bo'ladi. Odamlar hargiz gumon qilmaydi. Agar o'zi izlab bo'lsa, hammasi mo'min mushukdek morishib, tarso'liq oshko'z olaqaplar Naimani tirkiyab ketdi. Darvozaning taraqlab echilishi va mashinaning gurkirishini anglagan Naima o'rnidan turib, yuz yuvish uyiga kirdi-da, obi dastida yuzini yuvib, chochlarini bir qurratlab oldi. Ondan egiz palampaylardan pastlab, amdala mashinadan tushgan opisini quchoqlab so'ydi. Xol-oy nima uchundir qizidan yuzini qochirib turishiga Naima uningga teximiz zansilib qaradi. "Viyay oppa, mijozingiz yo'qmi nima? Chiroyingiz sarg'ayib, ko'zlaringiz o'tirishib qopti. Shaharning havosi xilkamidimi nima? To'nogundan beri tumo tegib qoldi", dedi Oyaz nagadir qarab elib. "Shunga to'nogun kashda do'stlik doktorxonasiga akirgan edim. Osma o'qil soldi." "Viyay oppa, rostilla chiroying bir qismini turadi." Naima opisini qo'ltiqlab palampayga qadam oldi. "Helimi yaxshi Oyaz akam bor ekan, bo'lmasa qandoqmi qilar eding?" "Shuni demamsiz." Xol-oy karvatga kelibla o'zini tashlagan edi. Naima orqasiga ikki yostiqni yo'lab berdi. "Naima qizim, kiyimlarimni selishga yordamlashing. Hech madorim yo'q. Men monchaga tushib elib, ondan birdam yetib oramalay." "Appa, sizga deydigan muhim bir gap bor edi. Keyin desangizmi bo'lmamdi? Men bahli charchab ketdim." "Bo'ladi, appa. Amisi men hujramga chiqib ketdim." Xol-oy monchaga tushib sal jiniqlab qolgandek bo'ldi. U amdala yotay deb turishiga eshik chekildi. Uning ovozidan Oyaz ekanligini bilgan Xol-oy uchsaga uzun uxlash kiyimini kiyib elib, ondan kirang deb ijozat berdi. Oyaz uyga aloq zodilik bilan oldirab kirib keldi-da, vuduqqinidan duduqlab ketdi. "Xol-oy, xonim, chatoq bo'ldi. Yiliqi tilxat yo'qtiradi." "Nega qo'ygandingiz?" "Yer sotgan qog'ozlar bilan qo'shib, to'ris orliqiga qistirib qo'ygan." "Tova, nimandaq bexotlik qilgansiz? Muhim hujjatlarni shundoq yerga qo'ygan bormi? O'g'ri emas, choshqanmi yeb ketadi-ku. Uyingizga kimlar kirgan?"
Hech kim. Ha, rost. Oyaz yana duduqladi. Birer oy oldida Nozir meni izlab kirib, tam to'rislarga qargan edi. Qo'libingiz chiqilibdimi? Xal'ayga hamma tushunishlik edi. Yo'q, saq turdi. Tönügün şəhərgə meniş aldıda Nozir manga pichiqingni elib al, qovuzning payli yomon deb oshqichimni elib oyat bo'yga bergan edi. U pichiqimni ochiqib bergan. Oyat bo'y? Xal'ay bu ishning planliq, maqsadlik bo'lganligini his qildi. Bo'ytaq Oyazdan patroq qutulish uchun turdi Hasan oyat bo'ydan foydalangan. Pulli bəsə, özünün balasını mı setib etadigan bu xotin qasdan mashina tozlagan bo'lib turib elib, turdi Hasanning buyruqini kutgan. U oshqichini elib uyga kirib ketgandan keyin qaytib chiqqanda qulupni bosmay elib qo'ygan. Birər kimdən gumoningiz bormi? Xal'ayning g'azabi yuziga tepgan edi. Qo'rqmang, bu yerda ikkimizla bor. Endi Xal'ay xonim. Oyaz yerga qaradi. O'zingizga oydin. Bu tilxat faqat birla kishiga lozim. Tushundim. Xal'ay bosh chayqadi. Hozircha bir kimga tinmang. Agar u sizni dachidan haydamoqchi bo'lsa, men yezi boshlig'i, kent oqsoqoli ham dehqonlar sizga guvoch bo'la olamiz. Rahmat xonim. Oyaz orqachilab mengib chiqib ketdi. Tönügün Xal'ay bilan bo'lgan suhbatdan keyin ishchiga jin kirgan turdi Hasan tilxatni o'g'irlab chiqish planini tuzib chiqqan. Shunga u Ürümchidan kelgan bir bujang og'ayni kelib etibdi degan yolg'onni to'qib chiqib, shaharga birlik kirishdan qasdan qilib qolgan. Qarang, buning ustadligini. Xal'ay turdi Hasanning selib tashlab qo'ygan ishdan ko'ngliklarini axtarib chiqdi. Lekin tilxat yo'q edi. Agar uni yirtib tashlab etgan yoki ko'ydirib etgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda ko'p ovarchiliklar paydo bo'ladi. Kim biladi? Turdi Hasan oldirashlikda u tilxatni biror yerga tiqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki uni Obzar xo'janing uyida shahar mo'tivarlari saqlab turibsa. Xal'ay hujra uydagi tam ishkop, grim ustili, gul lo'nqilarining ichi, karvatdagi purjanalik matras tegalari qatorliq yerlarni izlab turganida Naima kirib keldi. U opasining tayyorlab ketgan yuzlariga qarab sal hayron bo'ldi. "Appa, bir nemingiz yo'qtiramdi? Nemitdi u? Menmi izdishib beraymi?" "Yaqay, arzimasli bir deyman." Xal'ay Naimaga qaramadi. "Ha, yana kirib qapsiz-ku. Ha, rost. Bir muhim gapim bor deganda qilib edingiz. Nima gapdi u?" Tönügün tushda Oyaz bilan Xal'ayni uzitib qo'ygan Naima hujrasiga kirib, birdam kitob ko'rdi. Lekin birdilla shamol chiqib, yepak pardalar lapanglab uchib, dariza tashchilaridagi tashtak gullarga urilg'ili turdi. Naima dariza qapqaqini yepib turishiga Oyazning uyidan oldirab chiqib, ishga qulib selayotgan dadisini ko'rib qoldi. U qulubni selib bo'lib, atrofiga bir qarab etgandan keyin qo'lidagi bir narsani ishtonning oqiyan chiqig'i selayotganda yon foni signal berdi. U bir necha yig'iz so'zlashib, beshini qildanglatdi. Ondan necha palampayni bir taxlab hujraga kirib ketib, hayal o'tmayla kiyimlarini almashtirib chiqdi-da, yugurgunicha sirtqa chiqib ketdi. "Masala oydin bo'ldi", dedi Xal'ay qiziga tikilib. "Texi oldingizda bir muhim tilxatning yo'qolganligini aytib, Oyaz okangiz kirib tikan." "U menda." Naima kitob qaytidan tilxatni chiqardi. "Dadam ketgandan keyin uning ishtinining orqa yonchiqidan tepib oldim." "Bak yaxshi qilibsiz, qizim." Xal'ay xushalligida qizirib ketdi. Bu xat sodda, oq ko'ngil, diyonatlik dehqonning taqdirini ostin-ustin qilib etallaydi.
Xalay qizığa til xatning qandaq sharoitda yozilganligini Nurbanimxon Mumay, Aysima, Ayazlarning echinishlik fojialarini 90dan oshgan bir buvayning degan gaplarini. Lekin o'sha yerning egisi Ayazni dodisining hozir haydab etmoqchi bo'lganligini so'zlab beribdi, Naima yig'lab soldi. Tova, o'sha bechoralarni qonqir qoqishib tortib olgan yer ekanda bu. Naima bir chekitga tikilib qolgan edi. Dodam nemanchi tosh yurak, qori ko'ngil bo'lib ketgan. To'g'ri deysiz qizim. Uni bundaq o'zgartib etgan narsa amal ham pul. Xalay ist aylagandek beshini chayqadi. Amal pulni ot qilib ustiga minganda, u amal avomga nusrat emas, balki ofat akiladi. Nima palakat do'zaxga so'rab apiradi. Apa, tilxatni Ayazkamga akirib beraymi? Qiziqkansiz. Dadangiz ikkimizni nimalarni qilib edi? Bo'libmi meni? Rost, u sizni Ayazkamdan kullab yuriyotsa, amisa qanday qilamiz? Qizim, ati yakshanba shaharga kirib, bu tilxatni ko'paytirish mashinasida bir necha nusxa ko'paytib chiqing. Ondan aslisini yana ishdan yanchiqoga selib qo'ying, bo'lamdi? O'zingizmi zerikib qoldingizmi deyman. Hozir Ayazkam tilxatni yuttirib qo'ydim deb rosa beyaram bo'layotgandir. Siz kirib ahvolni deb qo'yib chiqing. Ha, rost, oyat bu ko'rinmaydi-ku. Yezi bozoridagi bir do'konchi bilan chiqishib qolgandek qiladi. Bekavup qasılar shu yoqqa qatiraydi. Bir ko'nglikimni bergandim, shuni kiygancha chiqib ketdi-ku. Bo'pti, chatqingiz bo'lmasin. Uning ko'zdan yiroq turganimi bir hisobda yaxshi. Opa, Naima Xalayning ko'zining ichiga qaradi. Rastilla do'stlik doktorxonasida bir kecha osma ukol soldirdingizmi? Pah, sizning nazaringizdan hech nima qochib qutulolmaydi. Xalay qizarganicha kulimsiradi. Men sizga keyin hammani so'zlab beraman, ammo hozir uxlayman. Xo'sh, apa, meningmi sizga deydigan gaplarim bor. Amisi men Ayazkamning uylarini tozalashib bergach, yilqi gapni deb qo'yay. Eshik tubiga kelgan Naima opasining ishoratidan kayniga qayrildi. Qizim, Ayaz akangizni xijil qilib, har qismi savollarni so'ramang. Men xafa bo'lib qolaman. Xotirjam bo'ling, apa. 15 mo'g doirini egilagan dochining kengligi 60 metrdan oshadi. Kitobxonlarimizga ayon bo'lganidek, hayvatlik darvozadan kirib so'l taraf eng chat bulungdiki 2 eg'iz oddiy uy Ayazning g'amxonasi edi. Bu uyga berish uchun har xil echilib ketgan gulliklar, onarliq etizlar, kuda, piligan, yesivilak, ko'kmush, karabsha, sho'xliq qatorliq kichik cho'naklar orliqidagi qizil ranglik choqchoq yetilgan chig'ir yo'llar bilan baratdi. Naima deraza tuviga kelib ichiga qarab edi, Ayaz chini qocha qo'yilgan aynak javarning ichini surtib o'tdi. Chivar cho'kanning ishchan qo'llarisiz qolgan bu uyni to'p-to'zan, axlat bosqanligi aniqli edi. Ko'ngli suniq. Ayaz mehribon ayolining qo'li tekkan qozon qo'much, kigiz gilamlarni tozalab etib, michildab yig'ladi. Yig'lagan seri o'pkisi o'rilib, o'zini zodili tutib olmadi. Shunga u Naimaning uyga kirganligini sezmay qoldi. "Vey Ayazga, michildabla ketibsiz-ku, yig'ladingizmi?" Cho'chib qayrilgan Ayaz zo'r kuldi. "Qiziqkansiz Naima, bekor nimishqa yig'lag'idakman." Ayaz sirtqa chiqib yuz qo'llarini yuvib kirdi. "Ishkaplarni tozalatsam, to'g'risidan tushdimikin, ko'zimga bir nima kirib ketib yetishtiribdi." "Ha, kirib qopsiz-ku, oy qiz."
Quluqimga bək yaqimliq, bək tatlıq anlanğan oy qiz degan gepingizni anlag'ili kirdim. Chaqchaq qilmang. Oyaz Naymanning burnini boshqini ilib qo'ydi. Sizning gap qilishini biladigan ko'zlaringizdan bildim. Cho'qim bir ish bor. Uylaringizni talishib bergach sizga deydigan gap bor edi. Uyni tozalab bo'ldim. Rahmat, yaxshi ko'nglingizga. Әмісі, гәп болса аңлайлық. Dilqut xazinesi. Nəyimə tilxət toğırlıq işlarının həmməsini dəf bədi. Ondan bu işqa apsının göz qarashlarını hətta şəhərə kirib köpəytib açqıdığanlıqıga qədər düşəndirdi. Oyazqa, bir kuni ikkimiz şəhərə birlik kirib köpəytilgan tilxətni cəmaət guvahlığıdan ötküzüb bir ispat elib alaylı. Sizning vaqtingiz yetmasa, o'zim bejirib beray. Rahmat sizlarga. Ona bola chiqqanlar bo'lmasanglar, menmi bu dochidan onli-burin ketgan bo'lardim. Oyaz kigizda o'tirib asta so'zlab o'tdi. Men asli ba'zi ishlarni demasam bo'ladi, lekin sizni askartib qo'ymasam bo'lmog'idek. Qani dang Oyazga, faqat 100 xotira qilmang. Mening mijozim sizga ayongu. Kömürçü bala tug'liq birinchi qatim kömür akirib berib, yer asti uyida Nayima bilan chaqchaqlashganligidan g'azablangan turda Hasan qizining g'ururiga tegibla qanmay, hol oyning dilini yaranjitgan edi. Buninglik bilan uning ichiga uyib qolgan o'g'a tinjimadi. U Oyazni dochiga obdan qarmading deganni bana qilib, bir qatim uyida, yana bir qatim doktorxonaga berib, zamchiga bosdi. Agar qilolmayman desang, dochidan kashingni to'g'irla. Sana o'xshash poytimisini ta'tir o'raydiganlar ko'rming, deb ichidikini oshkorlagan edi. Bu ishlardan opam ikkimizning xabari yo'q. Nayima yaga qaradi. Kechiring Oyaz aka. Uni bilaman. Oyaz ayminibgina so'radi. Ayting oy qiz, tug'liq bilan ko'rishib turdingizmi? 4 kunning oldida ko'rishgan, lekin dadam bek qattiq tilvatdi. Nayima qizirib ketdi. Hatto bir qochat solganni oz deb, yoqalarini siqib, tugmallarini uzib, ko'nglikini yirtibdi. Men ba'zi ishlarni bilaman, lekin sizga deyishga tilim bormidi? Oyaz birdan jimib qoldi. Siz pidaga tug'liq mening pulimni ap qochdi degandan keyin tug'liq atisi meni doktorxonaga kirib topolmabdi. Chunki u chaqda Oysimaning miyitini ochiqib ketgan. Shunga u meni izlab qaynoqqa chiqibdi. Men o'limlik bo'lg'ashqa ko'pmi so'zlashammidik. Oyaz u chaqda tug'liqning gaplarini anglab, dastlabda sal hayronlik his qildi. Biroq yigitning qamlashgan sin-sifatiga, gap so'zlaridagi ma'no va salmoqiga qarab, Naymaning ko'zi tushib qolgandek bor ekan deb o'yladi. Biroq ular nasab jihatdan yaqinmi kelmaydi. Yigitning deganimi naq shu edi. Albatta tush degan tush, reallik degan albatta hammaga rahimsiz keladi. Hatto u romantik xayollar, ruhiy intilishlar, orzu-umidlarni tark etadi. Shundaqkan oltin o'zikka yoqit ko'z bo'lmay qoladi. Nasab o'ttirsidagi hong shuncha cho'nqir ekan, ularning birikmigi tez. Yodlashishi tez ham cho'nqir bo'ladi. Shunga inson bolasi amalga oshmas xayollarning qulib bo'lmasligi kerak. Oyaz tug'liqning ko'nglidagini tushundi. Shunga uningga Naymaning qanday qalb egisi ekanligini, uning odamlarga baho berishdagi ko'z qarashlarini oddiy til bilan so'zlab berdi. Yana nima deyishdinglar? So'radi Nayma cho'nqir tinib qo'yib. Uning ko'nglining buncha zil ekanligini faqatla o'ylamabdiman. U sizning pulimni ap qochdi degan so'zingizning tegiga yetib boraymi, bormaymi? Bormasamchu, deb ishqilanib qolib meni izlagan ekan. Men sizlarning ishinglar tushga o'xshab ketadi.
Uni rastqa aylantirish o'zinglarning g'ayrat shijoatinglarga, aql parastinglarga bog'liq. Lekin Naima bilan cho'qim ko'rishing kerak, dedim. Shunga siz Pida bilan ko'rishib 3-kuni tug'liq ko'mir keldi. Naimani chigish o'ylar chirmib oldi. Tushni rastqa aylantirish g'ayrat, shijoat, aql parasatga bog'liq. Pah, bu nima degan fasohatlik gap, ha? Bu gapni dehqon Oyoz qildi desa, kim ishonar? Yo'q, u bu gapni qilgan ekan, endi yesh berishi kerak. Meni yesh badamsiz oyqiz. Bu qarg'oni yardi qistigandek ish bo'ldi-ku. Oyoz kulib ketdi. Bo'pti. Qog'imi o'z etini chaqiradi degandek bilganimcha biljirlab boqay. Qaynidang. Naima Oyozga yaqin keldi. Sizlar ikkinglar iloji bor, o'ttirdagi cho'nqir hongni tindiringlar. Tindiringlar? Naimaning ko'zlari qisildi. Qanday qilib? Tug'liqning ko'mir harvisi kichik mashinaga o'zgarsa, sotadigan ko'miri do'konlardagi molga olmasa, ko'mir ustida o'ltirib o'qiydigan kitoblari sinib ham portalarga aylansa, o'tirdagi hong bara-bara tinib ketadi. O'zini kamsitib, jo'risidan yiroqlashish tugaydi. Viyay Oyozga, siz bir faylasufkansiz. Naima g'arassizla Oyozning qo'llarini tutdi. Siz degan gaplarning ba'zilarini men o'ylagan. Masalan, 4000 so'm bilan 3 oy shoferlikni o'qib, prava bilan chiqqili bo'ladi. Men mashina eppasamla ish bitmamdi. Lekin siz degandek kurslarda o'qitib saviyasini paydan-pay o'stirish, do'konlarga direktor, xo'jayin qilish, bular rostilla o'ylamaganman. O'ylab ko'ring. Dadangizning qo'lisidan o'tmay turganimi, naq shu ko'murchi bola. Biroq Naima birdilla so'ltib qoldi. To'g'liqni Urumchiga akatsam qeri dadisi tursa. Hey nodon qiz, Amrulla akamni men akilib olmadim. Hozir bir qo'sqimga tamoq etaman. Oyoz Naimaning qop-qora chashliq beshini siladi. O'zimmi yolg'izlik tatib qoldim. Bu mening kichik dadam bo'ladi, desam hamma haq ishinidu. Men chiqay Oyozga, sizga rahmat. Naima o'rnidan turdi. To'xtang, oy qiz. Ata tilxatni ko'paytgili shaharga kiraman deyapsiz. Mashinada akirib qo'yaymi? Rahmat, cho'ng yo'ldan taksi to'sib kiray, dedi Naima eshik tubiga kelib. Dadam 3 kunlik dala sayohatiga chiqib ketdi. Ata tuyuqsiz telefon berib, mashinani paloniga atkal deb qolsa, sizni bekor tanlib qo'ymay. Bak atrofli o'ylaysiz-da. Oyoz qizga suyunib qaradi. Meningmi sizda qizim bo'lgan bo'lsa, o'zimni dunyoda eng omadli ota hisoblaydim. Meningmi sizda dadam bo'lgan bo'lsa, o'zimni dunyoda eng baxtli qiz hisoblagan bo'lar edim. Oyoz Naimani uzatib qo'ygandan keyin eshikka qulfni soldi-da, cho'ng yo'lga chiqdi. Ondan bir minibusni to'xtatib Tarso'ga yurib ketdi. U kun qiyilish bilan To'g'liqning uyiga yetib bordi. Oyoz o'zining kim ekanligi, nima uchun kelganligini so'zlab bergandan keyin Amrulla o'rnidan turib, boshqadan ko'rishib, to'rga taklif qildi. Ular To'g'liq damlab kelgan choyni ichib birdan paranglashdi. Ondan bo'y o'g'lining necha kunlardan beri g'alati bo'lib qolganligi haqida bir oz hol to'kdi. Oyozmu dacha xo'jayinining qizi bilan bo'lgan ishlarni oddiyroq qilib tushuntirdi. Ham ayibni To'g'liqqa ortib qizni oqladi. Oyozning gaplari Amrulla bo'yni qoyil qilib qo'yg'ashqa, o'g'liga obdanroq nasihat qilib qo'yishni ham yo'l ko'rsatishni o'tindi. Shunga Oyoz To'g'liqni bag o'stan bo'ydagi bo'k sugatlik kichiga boshlab kirdi. Ondan Naima bilan bo'lgan suhbatini yipidan jinglisigacha so'zlab berdi.
Tuğluq anlagan seri ne yığlaşını, ne külüşünü bilmey o'tirib ketdi. U bir o'g'il bola turg'uluq, qizga madad ham ilhom bermay, bel qo'yivatgani nimasi? Texi o'zinimi, qiznimi ümidsizlik patqiqiga paturadigan, tushkunlashtiradigan gaplarni qilganini ko'mamdigan. Hay qo'yning bolasi, dedi Ayaz sal ochig'ilgandek qilib. Er degan er, bilamsan? U toz bo'lsin yoki qeri, meyib, namrat bo'lsin, olaman deganini olalaydi. Zod bir amal qilib oladi. Lekin qiz tegiman deganiga teganlamdi. Qisqasi, mo'rt kelsa 80 yoshli qeri poti bog'lab yigit bo'la oladi. Ammo 30 yoshli cho'kan qiz bo'lolmaydi. Uqdingmi? Ya Allah, Ayazga, nelerden tapadigansiz bundaq gaplarni? Dedi Tuğluq qizirib. Ammo bu gaplaringiz odamga yurak paydo qiladi ekan. Hey qoppoq bosh, podshoning xonishlari nima uchun qop-qora zangi qullar bilan o'ynaydi? Xonning malikazodi qizlari bo'lsa, kaymivosh podsho tozlarga kuyib qoladi. Mushuning motigiga yetamidingmi? Poq. Ular o'ziga ko'nglini xato qilgan qiz cho'qonlarga vafosizlik qilmaydi, xo'rlamaydi. Chunki ular bundaq ulug' ishqi ne'matning qadriga yetadi. Haqiqiy chin aqida o'sha oddiy odamlarda. Buni xotin haq hammadan obdan biladi. Ayaz Tuğluqqa naymani qo'ldan berib qo'ymaslik haqida yana bir muncha taqqa so'zlagandan keyin o'rnidan turdi. Ham naymaning ata shaharga kirib, nanalarga boradiganligi, bu fursatni chang tutmasa, umrlik pushaymonda qoladiganligini topiladi. Hey, dag'aras, dedi Ayaz Tuğluqning do'lisiga urib. Ata necha to'qas sopin katsimi pokiza yuvingan. Etliq, hay kiyimlarini kiyib, ondan kirgin bo'lamdi. Tuğluq oq ko'ngil sodda dehqondan suyingan holda boshlashdi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bähramnىڭ Kömürçü Bala nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.